kelindi kopeyka ilishmayaptimi uyda? O'sha o'g'ilda ham bir tiyinlik qadri yo'q o'sha uyda. O'g'ilda gapi ham nol, qadri ham nol. Uni birdek ko'rishadi bir. Sen nimani bilarding-chi, ravazingni, shunaqa narsa. Hurmati yo'q u uyda. Sevinch Mo'minova to'g'ri gapni aytdi. Kelinni kapeykaga ilishmagan xonadonda rostakam o'g'ilni hurmati bo'lmaydi. Yigit bilan uchrashuvga chiqqanda siz unga mana shu 3 ta savolni berish orqali u bola onasini bolasimi yoki mustaqil erkakmi? Mana shuni aniqlab olishingiz mumkin. Birinchi savol: agar onangiz menga nohaq tanbeh berib, sizdan meni haydashimni talab qiladigan bo'lsa, siz qanday yo'l tutasiz? Agar yigit onam nima desalar shu bo'ladi, ona bitta desa, demak, u hali hayotini onasi boshqarayotgan bolakay bo'ladi. U sizni hech qachon himoya qila olmaydi. Ikkinchi savol: to'ydan keyin ichki sirlarimizni, oramizdagi urushlarimizni onangizga aytasizmi? Agar u onamdan yashiradigan sirim yo'q, baribir ular biladilar deb bahona qilsa, bilingki, u uyga ayg'oqchi bo'ladi. 2 kunda sizni butun urug' aymog'iga yomon otliqqa chiqarib bo'ladi. Uchinchi savol: oilada oxirgi qarorni kim qabul qiladi? Sizmi yoki ota-onangizmi? O'sha paytda yigitni yuz tuzilishiga qarang. Agar yigit duduqlanib, ko'pincha onam hal qiladilar desa, demak, u o'z hayoti uchun mas'uliyatni ola olmaydigan boqmanda. O'sha uyda uni ham, sizni ham qadringiz bo'lmaydi. Qizlar, sevgida ko'r bo'lib kelajagingizni kuydirmang.